Agar siz pensiya, nafaqa, moddiy yordam, aliment, stipendiya, ish haqi ustamasi yoki boshqa qo'shimcha to'lov olayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot sizga bevosita tegishli bo'lishi mumkin. Bugun men juda muhim masalani tushuntiraman. Ayrim qo'shimcha to'lovlarni saqlab qolish yoki qayta hisoblatish uchun 22 noyabrgacha data asosiy ma'lumotnomani tayyorlab qo'yish kerak bo'ladi. Agar hujjatlarni vaqtida olib bormasangiz, pulingiz kechikishi, kamayishi yoki umuman hisobga olinmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumot bir oilaning byudjetiga jiddiy ta'sir qiladi. Oldin ko'p holatlarda odamlar qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki ijtimoiy yordam bo'yicha hujjatlarni yil davomida olib boraverardi. Kimdir ish joyidan ma'lumotnoma olardi, kimdir mahalladan tasdiq xati olib kelardi, kimdir bank rekvizitini keyinroq topshirardi. Ba'zi tashkilotlar hujjatni kech topshirgan odamga ham to'lovni keyingi oyda qo'shib berardi. Lekin amaliyotda shunday holatlar ko'paydiki, odamning oilaviy holati o'zgargan. Daromadi ko'paygan yoki kamaygan, talaba o'qishni tugatgan, pensionerning qaramog'idagi shaxs ishga kirgan, lekin bu ma'lumotlar vaqtida yangilanmagan. Endi ko'plab to'lovlar bo'yicha talab bittagan. Ma'lumot yangilangan bo'lishi kerak. Tashkilot sizga pul hisoblayotganida faqat og'zaki gapga tayanmaydi. U sizdan daromad, oila tarkibi, yashash manzili, o'qish yoki ishlash holati bo'yicha tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Men buni oddiy qilib aytaman. Tizim sizning haqiqiy holatingizni ko'rishi kerak. Agar tizimda eski ma'lumot tursa, siz haqli bo'lgan pulni ham ola olmasligingiz mumkin. Yoki aksincha sizga ortiqcha to'lov chiqib ketgan bo'lsa, keyin uni qaytarish talab qilinadi. Shuning uchun 20 noyabrgacha quyidagi 4 turdagi ma'lumotnomani tekshirib, kerak bo'lsa olib qo'yish juda muhim. Oila tarkibi yoki yashash joyi bo'yicha ma'lumot, daromad haqida ma'lumot. O'qish yoki ish faoliyati bo'yicha ma'lumot, bank hisob raqami va shaxsiy ma'lumotlar to'g'riligi bo'yicha tasdiq. Har bir holatda nomi biroz boshqacha bo'lishi mumkin, lekin mazmuni shu. Davlat yoki tashkilot sizga to'lov qilishdan oldin kimligingizni, qayerda yashashingizni, qancha daromadingiz borligini va pulni qayerga o'tkazishini aniq bilishi kerak. Eng ko'p muammo aynan oila tarkibi bo'yicha chiqadi. Masalan, bir oilada ona 2 nafar farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i boshqa hududda ro'yxatda turadi yoki chet elda ishlaydi. Tizimda esa u hali ham bir xonadonda ko'rsatilgan bo'lishi mumkin yoki farzand voyaga yetgan. Lekin hujjatlarda hali qaramog'idagi shaxs sifatida turibdi. Bunday tafovutlar nafaqa, moddiy yordam, kam ta'minlangan oila sifatidagi to'lovlar, bolalar puli va boshqa qo'shimcha to'lovlarda muammo tug'diradi. Men ko'p uchratadigan holat, ayol bolalar puli uchun murojaat qiladi. Lekin oila tarkibida aslida birga yashamayotgan qarindosh ham ko'rsatilgan bo'ladi. O'sha qarindoshning rasmiy daromadi bor. Natijada oilaning umumiy daromadi sun'iy ravishda yuqori ko'rinadi va ariza rad etilishi mumkin. Ayol esa hayron bo'ladi. Men bu odam bilan bir uyda yashamayman. Uning pulidan foydalanmayman. Nega uning daromadi menga qo'shilyapti? Sababi oddiy. Hujjatda u sizning oila tarkibingizda yoki yashash manzilingizda ko'rinib turibdi. Shuning uchun mahalla kadastr, migratsiya yoki tegishli idora orqali yashash manzili va oila tarkibi ma'lumotlarni tekshirtirish kerak. Rag'am bilan tushuntiraman. Faraz qilaylik, oilada ona va 2 bola bor. Onaning oylik daromadi 20.800 ming so'm. Agar hisob faqat shu 3 kishiga bo'linsa, jon boshiga 6 ming so'mdan to'g'ri keladi. Lekin hujjatda qo'shimcha ravishda bir akasi ham ro'yxatda tursa va uning oyligi 4 million so'm bo'lsa, umumiy daromad 5.800 ming so'mga chiqadi. Tizim buni 4 kishiga bo'ladi va jon boshiga 1.1 ming so'm deb ko'radi. Natija butunlay o'zgaradi. Shuning uchun bitta noto'g'ri yozuv sizni qo'shimcha to'lovdan mahrum qilishi mumkin. Daromad haqidagi ma'lumotnoma juda muhim. Bu ish joyidan olingan oylik ma'lumotnomasi soliq tizimidagi daromad ko'rsatkichi, yakka tartibdagi tadbirkorlik daromadi, ijara daromadi yoki boshqa rasmiy tushumlar bo'lishi mumkin. Ko'p odamlar faqat qo'lga oladigan oylikni daromad deb o'ylaydi. Lekin hisob-kitobda rasmiy ko'ringan ko'plab tushumlar inobatga olinadi. Masalan, plastik kartaga muntazam tushadigan ijara puli, kontrakt asosida qilingan xizmat haqi, dividend, fermerlik daromadi yoki vaqtinchalik ish haqi ham savol tug'dirishi mumkin.
Agar siz ish joyingizdan ma'lumotnoma olayotgan bo'lsangiz, unda oxirgi oylardagi ish haqi ustamalar. Mukofotlar va ushlab qolingan soliqlar to'g'ri ko'rsatilganini tekshiring. Men bitta xatoni juda ko'p ko'raman. Odam aslida yarim stavkada ishlaydi, lekin ma'lumotnomada to'liq stavka bo'yicha tarif yozilib qolgan bo'ladi. Yoki aksincha odamga mukofot bir martalik berilgan, tizim esa uni doimiy daromad deb qabul qiladi. Agar bu holat tushuntirilmasa, nafaqa yoki yordam miqdori noto'g'ri hisoblanishi mumkin. Masalan, Dilshod aka qo'shimcha kompensatsiya olish uchun murojaat qildi deylik. Uning odatiy oyligi 2.500.000 so'm. Lekin bir oyda unga 1 million so'm mukofot tushgan. Agar ma'lumotnoma faqat o'sha oy kesimida olinib, izoh berilmasa, tizim uni yuqori daromadli deb ko'rishi mumkin. To'g'ri yo'l shuki, ish beruvchidan daromad davri aniq ko'rsatilgan. Mukofot bir martalik ekani alohida yozilgan ma'lumotnoma olinadi. Bu mayda detalga o'xshaydi. Lekin natijada odamning to'lovga haqli yoki haqli emasligi hal bo'ladi. Uchinchi muhim hujjat bu talabalik, o'quvchilik, ishda bandlik yoki ishsizlik holatini tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Bu ayniqsa farzandi oliy ta'limda o'qiyotgan oilalar, stipendiya oluvchilar, o'quvchisini yo'qotganlar, nogironlik bo'lgan shaxslar qaramog'idagi farzandlar, aliment undirish yoki ijtimoiy himoya to'lovlariga murojaat qilayotganlar uchun muhim. Masalan, bola bendaxish yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim to'lovlar bo'yicha u hali ham qaramog'idagi shaxs sifatida inobatga olinishi mumkin. Lekin buning uchun faqat u o'qiydi deb aytish yetmaydi. Ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Unda talabaning FH, tug'ilgan sanasi, ta'lim shakli, kursi, o'qishga qabul qilingan sanasi va ayni paytda o'qiyotgani ko'rsatilishi kerak. Agar sirtqi ta'lim bo'lsa, ba'zi to'lovlarda bu boshqacha baholanadi. Shuning uchun ma'lumotnomada kunduzgi yoki sirtqi degan joyni albatta tekshiring. Yana bir misol. Mohira opa bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasiga qo'shimcha to'lov oladi. Uning o'g'li Urundoqli yoshda va universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi. Agar universitetdan yangilangan ma'lumotnoma 22 noyabrgacha topshirilmasa, tizim bola voyaga yetgan deb qabul qilishi va qo'shimcha to'lovni to'xtatishi mumkin. Keyin Mohira opa yana ariza yozadi, hujjat yig'adi, tekshiruv kutadi. Pul keyinroq tiklanishi mumkin, lekin bir necha hafta yoki oy kechikish oilaning ro'zg'origa ta'sir qiladi. Shu sababli men har doim aytaman, o'qish ma'lumotnomasini oxirgi kunga qoldirmang. 4-hujjat ko'pchilikka oddiy ko'rinadi, lekin amalda eng ko'p kechikish shundan chiqadi. To'lov sizga tayinlangan bo'lsa ham bank hisob raqami noto'g'ri bo'lsa, karta yopilgan bo'lsa, familiya pasportda o'zgargan, lekin bankda eski holatda turgan bo'lsa, pul qaytib ketish yoki o'tmay qolishi mumkin. Ba'zida odam menga pul chiqmagan deydi. Tekshirilsa pul chiqarilgan, lekin hisob raqamdagi xato sababli qaytarilgan bo'ladi. Agar siz yaqinda pasport yoki ID karta almashtirgan bo'lsangiz, nikohdan keyin familiyangiz o'zgargan bo'lsa, bank kartangiz muddati tugagan bo'lsa, yangi karta ochgan bo'lsangiz, albatta bank rekvizitini yangilang. Bankdan hisob raqam ma'lumotnomasini oling yoki mobil ilovadan rasmiy rekvizitni yuklab oling. Lekin shuni unutmang. Ayrim tashkilotlar skrinshotni qabul qilmasligi mumkin. Ular muhli yoki QR kodli hujjat so'raydi. Shuning uchun qaysi shart talab qilinishini oldindan aniqlang. Masalan, pensioner onaxonning pensiyasiga qo'shimcha kompensatsiya tayinlangan. U eski kartasini yo'qotgani uchun yangi karta ochgan, lekin pensiya bo'limiga yangi rekvizitni bermagan. Natijada to'lov eski hisobga yuboriladi. Bank uni qaytaradi, keyin qayta o'tkazish jarayoni boshlanadi. Bu jarayon bir necha kun emas, ba'zan ancha cho'zilishi mumkin. Agar onaxon doriga, kommunal to'lovga yoki oziq-ovqatga shu pulni kutayotgan bo'lsa, bitta rekvizit xatosi katta muammoga aylanadi. Birinchi navbatda bolalar puli, moddiy yordam, kam ta'minlangan oilalar uchun to'lovlar, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, nogironlik bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar, stipendiya, kompensatsiya, aliment bo'yicha undirish yoki ish joyidan ustama olayotganlar hujjatlarni tekshirishi kerak. Shuningdek, oxirgi 6 oy ichida oilaviy holati o'zgarganlar, ishga kirgan yoki ishdan chiqqanlar, farzandi 18 yoshga to'lganlar, talabalikka qabul qilinganlar, yashash manzilini o'zgartirganlar, familiya yoki pasport ma'lumotlarini yangilaganlar ham alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron tizimlarda to'g'ri ko'rinayotgan bo'lsa,
to'lovingiz muntazam tushayotgan bo'lsa, oxirgi paytda manzil, daromad, oila tarkibi. Bank rekviziti yoki shaxsiy hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, sizda xavf kamroq. Lekin men baribir tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki ba'zida odam o'zida o'zgarish bo'lmagan deb o'ylaydi. Lekin tizimda farzandining o'qish holati yangilanmagan yoki ish beruvchi daromad ma'lumotini noto'g'ri yuborgan bo'ladi. Hamma hujjat ham bir xil muddatda amal qilmaydi. Ba'zi ma'lumotnomalar o'tin kun amal qiladi. Ba'zilari ilk kun, ba'zilari esa berilgan kundagi holatni tasdiqlaydi. Shuning uchun juda erta olib qo'yilgan hujjat topshirish vaqtida eskirib qolishi mumkin. Masalan, siz daromad ma'lumotnomasini 1 noyabrda oldingiz. Lekin tashkilot 22 noyabrga yaqin oxirgi oy bo'yicha yangilangan ma'lumot talab qilishi mumkin. Demak, hujjatni olishdan oldin qabul qiluvchi idoradan qaysi davr uchun va qaysi sanadan keyingi ma'lumotnoma kerak deb so'rang. Yana bir nozik jihat. Barcha daromadlar ham bir xil baholanmaydi. Bir martalik yordam, dafn puli, favqulodda moddiy yordam, kredit tushumi yoki qarz sifatida kelgan pul ayrim hisob-kitoblarda daromad sifatida olinmasligi mumkin. Lekin buni og'zaki tushuntirish yetarli emas. Agar kartangizga katta summa tushgan bo'lsa, uning mazmunini tasdiqlovchi hujjat bo'lishi kerak. Masalan, qarz shartnomasi, yordam puli haqidagi qaror, kredit ajratilgani haqida bank hujjati yoki boshqa asos. Aks holda tekshiruvchi organ bu summani daromad deb qabul qilishi ehtimoli bor. Yana bir xato. Odamlar hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHSHIR yoki pasport raqamiga e'tibor bermaydi. Bitta harf xato yozilsa ham tizim uni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Ayniqsa apostrofli ismlar, ikki qismli familiyalar, lotin va kirildagi farqlar ko'p muammo tug'diradi. Men hujjat olgan har bir kishiga shuni aytaman. Kabinetdan chiqishdan oldin hujjatni ko'zdan kechiring. FIShi tug'ilgan sana, pasport yoki ID raqam, manzil sana, muhr yoki QR kod, mas'ul shaxs imzosi bor yo'qligini tekshiring. Birinchi qadam, qaysi to'lovni olayotganingizni aniqlang. Bu bolalar puli bo'lishi mumkin. Pensiyaga qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin. Ish joyidagi ustama, stipendiya, kompensatsiya yoki boshqa yordam bo'lishi mumkin. Har bir to'lovning o'z talabi bor. Shuning uchun hamma bir xil hujjat topshiradi deb o'ylamang. Sizga aynan qaysi hujjat kerakligini to'lovni tayinlaydigan idoradan so'rang. Ikkinchi qadam, oila tarkibi va yashash manzili bo'yicha ma'lumotni tekshiring. Buning uchun mahallaga, migratsiya bo'limiga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron xizmatlarga yoki tegishli idoraga murojaat qilishingiz mumkin. Agar ro'yxatda siz bilan yashamaydigan odam chiqsa, vaziyatni hujjat bilan tartibga keltiring. Agar yangi tug'ilgan bola, nikoh, ajrim, vafot etgan shaxs yoki ko'chib ketgan qarindosh bo'yicha o'zgarish bo'lsa, buni yangilang. Uchinchi qadam, daromad ma'lumotnomasini oling. Ishlayotgan bo'lsangiz, buxgalteriyadan oxirgi 3 yoki 6 oy uchun ma'lumotnoma so'rang. Unda oylik ustama, mukofot, ushlab qo'lingan soliq va sof daromad aniq ko'rsatilgani yaxshi. Ishingiz bo'lsangiz, bandlik organidan ro'yxatda turishingiz yoki ish qidirayotganingiz bo'yicha ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Tadbirkor bo'lsangiz, soliq hisobotlari va daromad bo'yicha ma'lumotlarni tayyorlang. 4-qadam. Farzandingiz o'qiyotgan bo'lsa, ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma oling. Unda o'qish shakli albatta yozilsin. Talaba degan umumiy gap yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Kunduzgi, sirtqi, kechki yoki masofaviy shakl aniq ko'rsatilishi kerak. Agar stipendiya olsa, stipendiya miqdori bo'yicha ham alohida ma'lumot talab qilinishi mumkin. 5-qadam, bank rekvizitini yangilang. Bankdan rasmiy hisob raqam ma'lumotnomasini oling. Karta raqami bilan hisob raqami bir xil narsa emasligini unutmang. Ko'p tashkilotlar karta raqamini emas, bank MFO hisob raqam, stir yoki boshqa rekvizitlarni so'raydi. Agar qaysi ma'lumot kerakligini bilmasangiz, bank xodimiga menga davlat to'lovi yoki tashkilotdan pul o'tkazish uchun rekvizit kerak deb ayting. 6-qadam, barcha hujjatlarning nusxasini saqlab qo'ying. Qog'oz shakl topshirsangiz, qabul qilgan xodimdan ro'yxat yoki kirim raqamini so'rang. Elektron topshirsangiz, ariza raqamini, yuborilgan sana va tasdiq xabarini saqlang. Bu keyin hujjat topshirmagansiz degan vaziyatda sizga dalil bo'ladi. Men har doim hujjat topshirgan sanani yozib qo'yishni maslahat beraman. Agar siz ariza yozayotgan bo'lsangiz, juda murakkab iboralar kerak emas. Mazmun aniq bo'lsin. Masalan, menga tayinlangan qo'shimcha to'lovni davom ettirish yoki qayta hisoblash uchun
ilova qilingan ma'lumotnomalarni qabul qilishingizni so'rayman. Oilaviy holatim, daromadim, yashash manzilim va bank rekvizitlarim bo'yicha yangilangan ma'lumotlarni taqdim etyapman. Keyin ilovalar ro'yxatini yozasiz. Oila tarkibi ma'lumotnomasi, daromad ma'lumotnomasi, o'qish yoki bandlik ma'lumotnomasi, bank rekviziti, pasport yoki ID nusxasi. Agar hujjatingizda biror noaniqlik bo'lsa, uni yashirmang, izoh yozing. Masalan, kartangizga katta summa tushgan bo'lsa, ushbu summa qarz sifatida olingan daromad hisoblanmaydi. Tasdiqlovchi hujjat ilova qilinadi deb ko'rsating. Agar oila tarkibida ro'yxatda turgan, lekin amalda boshqa joyda yashaydigan shaxs bo'lsa, bu holatni ham asoslantiring. Chunki tekshiruvchi xodim sizning hayotingizni taxmin qilib bilmaydi, u hujjatga qaraydi. Eng katta xato bu oxirgi kunga qoldirish. 22 noyabr yaqinlashganda idoralarda navbat ko'payadi. Ish joyidagi buxgalteriya ham hammaning ma'lumotnomasini bir kunda chiqarib bera olmaydi. Bankda tizim sekin ishlashi mumkin. Universitetda mas'ul xodim joyida bo'lmasligi mumkin. Natijada odam hujjatni olishga ulgurmaydi. Shuning uchun bugun ro'yxat tuzing va qaysi hujjat qayerdan olinishi kerakligini belgilang. Ikkinchi xato bu faqat bir hujjatni olib qolganini unutish. Masalan, odam daromad ma'lumotnomasini topshiradi, lekin bank rekviziti eski bo'ladi. Yoki o'qish ma'lumotnomasini olib boradi, lekin oila tarkibi bo'yicha noto'g'ri ma'lumot qoladi. To'lov tizimi esa bir nechta shartga qaraydi. Bitta zanjir uzilsa, butun jarayon to'xtab qoladi. Uchinchi xato bu men oldin topshirganman deb o'ylash. Ha, siz oldin topshirgan bo'lishingiz mumkin, lekin hujjatning muddati o'tgan bo'lishi, ma'lumot eskirgan bo'lishi yoki yangi tekshiruv boshlangan bo'lishi mumkin. Ayniqsa yil yakuniga yaqin ko'p tashkilotlar ma'lumotlarni yangilaydi. Shuning uchun eski hujjatga suyanib qolmang. Demak, 22 noyabrgacha eng muhim ishlaringizdan biridir ma'lumotni tekshirish. Oila tarkibi, yashash manzili, daromad, o'qish yoki bandlik holati, bank rekviziti va shaxsiy ma'lumotlar. Bu hujjatlar oddiy qog'ozdek ko'rinadi, lekin aynan ular sizning qo'shimcha to'lovingiz chiqishi, davom etishi yoki to'xtab qolishini belgilashi mumkin. Men ekspert sifatida sizga maslahat beraman. Kutmang, hujjatlarni hoziroq tekshiring, xatolarni to'g'rilang va topshirganingiz bo'yicha dalilni saqlab qo'ying. Sizda shunday vaziyat bo'lganmi? Hujjatdagi xato sababli to'lov kechikkanmi yoki rad javobi kelganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta vaqtida olingan ma'lumotnoma butun oilaning qo'shimcha to'lovini saqlab qolishi mumkin.